Sakina. Muallif Shamsinur. Seni so'zing so'z bu uyda. Men yaxshi bilaman. Qani, nonni sindiraylik. 2 yosh baxtli bo'lsin. Xoliq aka o'zicha hammasini hal qildi qo'ydi. Qani, bir-biringizni quchingchi xudalar. Ikkovingizga ham kelin kuyov muborak. Mirjon aka Xoliq akani hurmat qilgani uchun hech nima deya olmay qoldi. Bir tarafdan u to'g'ri aytdi. Egasiga topshirsa, ko'ngli tinchirdi. Mirjon aka nima qilarini bilmay qolganda, 2 quda quchoqlashishdi. Xoliq aka qo'l tashladi. Ana, erkakchasiga gaplashish shunaqa bo'ladi. Dasturxonga duo qilgach mehmonlar tarqalishdi. Mirjon aka tashqarida o'ychan o'tirganida xotini yoniga keldi. Dadasi, nimani o'ylab qoldingiz? Yana sovchi bo'lib kelishibdimi? Ha, rozilik berdim. Nima? Axir bir og'iz maslahat qilmaysizmi men bilan? Hali qizimiz nima deydi? Yo'q deb oyoq tirab olsa-chi. Qizlaring meni gapimni 2 qilgan emas. Xoliq akani yuzidan o'tolmadim. Ertaga xudo asrasin bir gap bo'lsa ham Xoliq akangiz turib beradimi? Nafasingni issiq qil. Nasib bo'lsa qizing baxtli yashaydi. Qolaversa Nabiboy ham baxtli yashasa bo'ldi 2 yosh dedi-ku. Men qizingizga qo'ng'iroq qilay. Mayli, ayta qol. Salima opa telefonni oldiga borib, doimgidek yotoqxonaga qo'ng'iroq qildi. Qizini chaqirib berishgach, gap boshladi. Qizim, senga aytmay rozilik berib yubordik. Kimga? Matlubani yuragi shuv etdi. Nahotki boshqa birovga bergan bo'lishsa, yoki Qobilgami? Zo'rg'a ovozi chiqdi. Kimga? Qobilga. Nega oyi? Nega mendan so'ramadingiz? Dadangni so'zlarini 2 qilmassan. Ota rozi, xudo rozi deyishgan. Xullas, yana yoningga kelgudek bo'lsa haydab solma. Xo'p. Bo'pti, kech bo'ldi. Uxla endi. Matluba trubkani joyiga qo'ydi-yu, yotoqxona tarbiyachisiga xayrni ham nasiya qilgancha xonasiga uchdi. Latifa, qanisan? Ha, nima, it quvdimi? Yo'q, undan ham zo'r. Dadam Qobil akadan kelgan sovchilarga rozi bo'libdilar. Meni tabrikladigan. Voy, tabriklayman. Asalim, ilohim, baxtli bo'l. Pochcham, yigitmisan, yigitda o'zi-ham. Latifa Matlubani quchib tabrikladi. Qobildan arazlagani esida qanday qilib qo'ng'iroq qilishni bilmayotgandi. Qobilning o'zi qo'ng'iroq qilib qoldi. Matluba xuddi bilmaganday telefonni ko'tardi. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men gaplashmaymiz degandim-ku. Shu gaping uchun to'yni shu oyning oxirida o'tkazib olaymi? Matluba hozir to'y bo'ladigandek baqirib yubordi. Yo'q, yo'q. Unday qilmang. Qobil aka hali yoshman-ku. Seni yana qancha kutay, a? 2 yildan beri kutganim kammi? Shundaymi? Hech bo'lmasa 2-kursni tugatib olardim. Yaxshi bo'lardi. Yo'q, Matluba. Iloji yo'q. Meni buncha sabrim yo'q. 1-kursni tugatsang ham katta gap. Ortiq sabrim yetmaydi. Xo'p. Men ertaga boraman shaharga. Biror nima kerakmi bu yerdan? Qobil degan odam kerak xolos. Buyurtmangiz bajariladi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Matluba baxtli xayollar surgancha uyquga ketdi. Qobil ham shuncha harakatlari besamar ketganidan mamnun edi. Naba aka uyga kirib kelganida yorqini unga peshvoz chiqdi. Ha, biror yangilik bormi? Xotin, men qachon quruq qo'l bilan qaytganman aytchi? Oho, hali rozilik oldim desangiz. Ha, Xoliq akaga gap yo'q. Bir deganda Mirjonni og'iz ochirmay nonni sindirib qo'ydi. Bu yog'i endi to'y. Qani Qobil? Hozir chaqiraman. Qobil, bu yoqqa chiq. Qobil otasini kelishini kutib turganda xonasidan chiqib keldi. Ota o'g'il, ishingizni hal qilib kelyapman doimgidek. Rahmat dada. To'yni ham o'tkazib olamiz. Kelin o'qiyveradi. Sen ham u yerda ko'chani ovqatini yeb yurmaysan. Yaxshi o'ylabsiz dadasi. Lekin kelin meni xizmatimni qilmaydimi?
Zoti oliyalarning xizmatkorlari borligi hech kimga sir emas. Siz o'zingizni urintirib qo'ymaysiz. Kelinni Qobilga olib beryapmiz. Sizni xizmatingizni qilishi shart emas. Obbo, hali o'sha zoti past kelmasidan uni yonini olyapsiz. Kelsa menga xo'jayinam qilib qo'ysangiz kerak. Oyi, uni unday demang. Sen ham ol tarafini. Bu uyda o'zi men kimman? Hali kelin kelmay turib, uni mendan ustun ko'rishni boshladingiz. Yorqinoy opa arazlagancha tez-tez yurib xonasiga kirib ketdi. Qobil onasini ortidan o'ylangancha qoldi. Shunday quvonchli xabar eshitgan kunida onasi bir tiyin qildi hammasini. Otasiga xayrli tun tilab xonasiga kirdi. Biroz o'ylanib o'tirgach, Matlubaga qo'ng'iroq qildi. Matluba bilan gaplashib bo'lgach uyquga ketdi. Yorqinoy opa xonasida u yoqdan bu yoqqa yurib asabiylashardi. O'g'limni boshini aylantirib olgan u megachin. Qashshoqlar, boy oila deya noz qilib, axiyri beraverarkan-ku. Nima keragi bor edi shuncha ovora qilib? Bilardim baribir berishini. Bu qiz o'zi bila turib o'g'limga osilgan. Tagli-tugli joydan kamiga bitta o'g'il, boyvachcha, tagida mashinasi bor, zo'r joyda o'qigan, kelajagi bor yigit. Yana unga nima kerak? Hali meni sovunimga kir yumabsanlar. Ko'rsatib qo'yaman senlarga men bilan quda bo'lishni. Kim bo'libsizki, men bilan, Yorqinoyxon bilan tenglashasiz. Yorqinoy qudalarni qanday qilib joyini ko'rsatib qo'yish haqida rejalar to'sa boshladi. Latifa otasini mazasi bo'lmagani uchun uyiga qaytishga majbur bo'ldi. Oilada 4 qizni 4-chisi edi. Otasini erkatoyi 5-farzand Murodjon hisoblanardi. Kichik qizligi uchun ham otasi faqatgina uni o'qityapti. Qolgan qizlarini o'qitganicha yo'q. Ular ham tikuvchilik, pazandachilik kurslariga borib, hunarli bo'lib erga tegishgan. Otasi 4 ta qizi bo'lsa-da, biror marta onasini yuziga hadeb qiz tug'ding deb solgan emas. Alloh taolo bu insonni ham shu xislati tufaylimi o'g'il bilan siyladi. Latifa 5 yoshiga kirganida Murodjon tug'ilgan. Hozir Bakir akaning ahvoli og'irlashibdi. Shuning uchun Latifani chaqirtirishdi. Latifa dadasini juda yaxshi ko'rardi. U bu xabarni eshitgandan buyon o'zini qo'yarga joy topa olmadi. Avtobusda kelyapti-yu, xayoliga yomon o'ylar kelsa qo'rqib ketadi. Dadasini umrini uzoq qil. Shundoq ham ko'p g'am ko'rgan. Ota-onasidan erta yetim qolgan Bakir akani hech qaysi qarindoshi qaramog'iga olishni xohlamagan. Bakir aka ham o'qib ham ishlab uyini ta'mirlab, sevgan qiziga uylangan. Onasi bilan shu kungacha qancha qiyinchilik, yo'qchilik barchasiga birgalikda chidab kelishgan. Otasi avvaldan ham qandli diabetdan azob chekardi. Shamollasa ham tuzalishi qiyin kechadi. Hozir ham ahvoli og'irlashib yotib qolgan. Assalomu alaykum dadajon. Latifa uyga kirgan hamon otasi yotgan xonaga kirdi. Va alaykum assalom. Bolam, seni ham ovora qilib chaqirishdimi? Dadajon, nega unaqa deysiz? Sizni ko'rgim keldi. Shuning uchun keldim. Charchab kelgandirsan. Men yaxshiman. Borib damingni ola qol, keyin gaplashamiz. Latifa chiqib ketdi. Aslida Latifani chaqirishdan onasi Dilnavoz opani boshqa gapi bor edi. Necha haftadan buyon Bakir akani do'sti Qudratni o'g'lidan qiziga sovchi kelyapti. O'shalarga aniq javobni aytish kerak. Kechki ovqatni yeb bo'lishgach, oila a'zolari biroz suhbat qurishgach, Latifa oshxonani yig'ishtirgach, xonasiga kirdi. Biroz o'tib onasi ortidan kirdi. Qizim, Qudrat amakingni taniysan, o'g'li Ilhomga seni so'rab kelishibdi. Ilhom mendan 5 yosh katta-ku, oyi. Nima bo'pti? Sunashta oila. Seni ham to'yingni ko'raylik deymiz. Otangni ko'rib o'tiribsan, borgan sari cho'kib boryapti. Bu ketishda bir gap bo'lmasidan seni uzatsam. Men endi o'qishga kirdim. Meni ham boshimni ro'zg'orga tiqmoqchimisiz? Kalta o'ylayapsan. Dadangga bir gap bo'lsa, Dilnavoz opa ro'molini uchiga ko'z yoshini artdi. Onajon, hech gap bo'lmaydi. Dadam hali uzoq umr ko'radilar. Meni aytdi dersiz. Otangni fotihasini ol deyman, bolam. Otasiz to'ying bo'lmasin deyman-da. Bu kasallik nasl surarkanmi? Bobong ham shu kasaldan 50 yoshlarda vafot etganlar. Og'irlashaverib bir kechada tamom bo'lgandilar. Qo'rqayapman, bolam.
Suyangan tog'im boshlari omon bo'lsin deyman. Dadam juda yaxshi insonlar. Ko'pchilikka yordamlari tekkan. Ularni dardlariga ham Alloh shifo beradi. Ilohim bolam, yaxshi bo'lib ketsin hammasi. Onasi xafa holida qizni xonasini tark etdi. Qizini ko'ndira olishga ko'zi yetmadi. Mirjon akani uyida bugun Fotiha to'yi. Xudo tomon kelib, kelinning sarpolarini olib kelamiz deb belgilab ketishdi. Bu gal ham Yorqinay opa kelmadi. Naba akani singlisini jo'natdi. Nodira boy oiladan chiqqan bo'lsa-da, man emasdi. Shuning uchun ham bir so'z demay akasini qudalarni uyiga kelganda. Kunlarni aniqlab ketganda, mana bugun Fotiha bo'lyapti. Albatta Matluba ham o'qishdan keldi. Matlubani Qobil olib keldi. Endi doimo Qobil bilan borib, u bilan qaytadi. Fotihada ham Yorqinoy tilini tiyib o'tira olmadi. Matlubaga tilla zanjir va zirak taqar ekan, kishi bilmas uni qulog'iga shivirladi. O'g'limni boshini aylantirib oldim deb, xomtama bo'lma. Matluba bu ayoldan bunaqa gap eshitaman deb sira kutmagandi. Bu so'zlarni eshitgach esa titrab ketdi. Bir so'z deya olmadi. Hamma tarqalgach, Matlubani qarindoshlari biri qo'yib, biri sarpolarni maqtardi. Bularni chiroyliligini qara. Qaynonasini zidi zo'rligi bilinib turibdi. O'zini ko'rdingmi? Hech kim 50 ga yaqinlashgan demaydi-ya. O'ziga qarab yurishni bilarkan. Matlu, sen ham endi pardoz qilishni o'rgan. Qaynonangni qara, hali yosh kelinlardek. Sen ham shunga yarasha bo'lishing kerak. Ertaga ketasanmi o'qishga? Ha, ketaman. Qarindoshlar biri qo'yib, biri Matlubani savol berib boshini og'ritib yuborishdi. O'sha kuni Matluba ishlardan charchab juda kech yotdi. Uni charchashiga asl sabab esa qaynonasining so'zlari edi. Kech bo'lib ketsa-da Qobil qo'ng'iroq qildi. Ancha suhbat qurishgach, Matluba o'zini qiynayotgan savolni berdi. Qobil aka, oyingiz meni yomon ko'radilarmi? Yo'q, nega unday deysan? Bugun menga o'g'limni boshini aylantirib oldim deb o'ylama dedilar. Oyimga e'tibor berma. O'g'illarni qizg'onyaptilar. Hali seni yaxshi bilmaydilar. Yaqindan bilsalar, keyin seni yaxshi ko'rib qoladilar. Qo'rqayapman. Qo'rqma sevgilim. Men doim yoningdaman. Ertasi erta tongda Matluba o'qishga jo'nab ketdi. Qobil endi uni holi joniga qo'ymay qo'ygandi. Ko'p vaqtini birga o'tkazishar, to'yni tezlashtirmasak bo'lmaydi derdi. Hamma xursand, hamma shod edi. Matluba 7-osmonlarda uchardi. Oliygohda hammani ko'zi ularda edi. Matlubani sevgani-yu, yigitni qizga qiladigan hadyalari har bir qizning havasini keltirardi. Matluba, baxting kulganda qara, seni qanday yigit sevib qolgan. Juda ham baxtliman. Qobil akam meni baxtli qilaman deb so'z berganlar. Hozirdan ularni tanlaganim xato bo'lmadi deya o'zimdan xursandman. Ularni rad etganimda boshqa birovni topib ketgan bo'larmidilar? Ilohim baxtlaringizga ko'z tegmasin. Bahor oylari edi. Latifa yana zudlik bilan uyiga ketadigan bo'lib qoldi. Negaligini esa aytishmadi. Aytishgani esa Latifa, domlangdan 3 yoki 4 kunga javob olib, zudlik bilan yetib kel. Xolasi yig'lamsirab gapirdi. Latifani yuragi shuv etib ketdi. Otasi dunyodan o'tgan bo'lsa-ya, dadajoni dunyolarga alishmaydigan insoni nahotki uni tashlab ketgan bo'lsa, kichkina qizim deb yelkasiga ko'tarib yurgan insoni, doim suyanchiq bo'lgan yelkadoshi endi yo'qmi? Ey Allohim, ilohim dadamga hech nima bo'lmagan bo'lsin. Men chiday olmayman. Dadajonimni umrlari uzoq bo'lsin. Bu ayriliqni ko'tara olmayman. Latifa taksida kelar ekan, yo'l juda uzoqlab ketgandek tuyulardi. Har minutda soatiga qaraydi. Qani edi vaqt tezroq o'tsa-yu, uyiga borsa. Barchasi yolg'on bo'lsa, dadajoni tirik bo'lsa. Latifa yo'l bo'yi dadasiga uzoq umr tilagancha keldi. Taksi uylardan sal nariroqda to'xtadi. Mashinadan tushgan qiz darvozalar oldida to'plangan odamlarni ichkaridan kelayotgan yig'i ovozlarni eshitib tamom bo'ldi. Tanasidan mador ketdi. Qadamlari og'irlashdi. O'zi xohlamasa-da ko'zlaridan yoshlar quyilib kela boshladi. 4 soatlik yo'l qanchalik uzoqlik qilgan bo'lsa, uylariga qolgan 100 metrcha joy undan-da uzoqlik qildi. Dadasini ko'z oldiga keltirgancha yuragi og'rib yig'lay boshladi.
Yig'ilgan odamlarga ham qarashga majoli bo'lmay ichkariga kirdi. Ichkarida ham ayollarni ohu nolasi quloqni qomatga keltirgulik edi. Qarshisida esa kursiga o'tirgancha yig'lab otasi o'tirardi. Otasi avvalgidanda kichrayibdi. Avvalgidanda qaribdi. Latifa otasini ko'rib sevinib ketib, o'zini uni quchog'iga otdi. Ammo shu lahzada miyasida idrok qilgan narsa kim o'ldi? Dadajon kim? Iltimos, biror kishi o'ldi demang. Hamma sog' deng. Bolam. Bakir aka o'zini tutolmay yig'lab yubordi. Bolajonim, tilab olgan polvonim ukang ketdi bolam. Ukang, bizlarni tashlab ketgan bolam, Murodjon. Bakir aka yelkalari silkinib yig'lardi. Latifa shu onda yanada karaxt holga tushdi. Qo'llaridan ushlab yurishni mashq qildirgani, bir qadam ham opasidan ajralmay yuradigan erkatoy ukasi Murodjon. U endi yo'qmi? Opasi o'qishdan kelsa quvonadigan, men ham o'qishga kiraman, sizday iqtisodga o'qiyman deydigan suyanchig'i ularni tashlab ketibdi. Dadajon, yolg'on deng. Iltimos, dada, menga buni ravo ko'rmang. Dada, Murod o'lmagan, Murod tirik. Latifa dadasini quchoqlagancha qattiqroq yig'lab yubordi. Yaqindagina kelganida ukasi kulib turgandi-ku. Tug'ilgan kunimgacha keling deganda, aprelni boshida tug'ilgan kuni edi. Opasini kutgandi. Atiga 5 kun qolganda tug'ilgan kuniga. Dada, nima bo'ldi? Nega Murodjon? Latifa o'ldi deya olmadi. Meni o'rnimga ketdi ukang. Meni ko'madi desam, mendan oldin ketib o'tiribdi, bolajonim. Qabrimga tuproq tashlaydi desam, endi men ko'mamanmi Murodim? Dunyoga to'ymay ketgan bolam, ko'zlari ochiq ketgan Murodjonim. Latifa onasini ovozi eshitilayotgan xonaga kirdi. Hamma qarindoshlari shu yerda ekan. Xona o'rtasida usti yopilgan odam, ukasi yotibdi. Hech kim gapirmadi. U ukasini tirik deb hisoblagandi. Borib choyshabni ko'tardi-yu, hushidan ketdi. Murodjonning oqarib ketgan yuzini ko'rdi-yu, o'zini tutolmadi. Miyasi boshqa ma'lumotlarni qabul qilishga ojizlik qildi. Qobil matlubani qiynalmasin deya kiyim-kechaklarni o'zi olib berishga qaror qildi. Yakshanba kunlari ikkovlashib bozor chiqishar va Qobil qizga kerakli narsalarni olib berardi. Matluba qancha rad etmasin, baribir men uyimga borasan-ku deya uni xarajat qildirmasdi. Qobil aka, negadir shu kunlarda yuragim g'ash. Gulim, nima bo'lyapti? Biror joying og'riyaptimi? Yo'q, qanaqadir yomonlik sodir bo'ladigandek tuyulaveradi. Yaxshi narsalarni o'yla. Yomonlikni xayolingdan chiqarib tashla. Harakat qilaman, ammo baribir nimadir yuragimni siqyapti. Buni yo'li oddiy. Yur, seni kitoblar olamiga olib boraman. Voy, qanday yaxshi. Rahmat sizga. Kitob o'qishni yaxshi ko'rasan-ku. O'qisang ancha chalg'iysan. Qobil iloji boricha Matlubani ko'ngliga qarardi. Eng yaxshi narsalarni qizga ilinardi. Kelajakda nimalar qilishlari haqida rejalar tuzishar. Birga bo'lsalar, vaqt qanday o'tganini bilmay ham qolishardi. Xumora, Latifadan daraki bormi? Bilmadim, o'sha kuni shoshilib ketgani. Keyin qaytib ko'rganim yo'q. Dadam kasalda yotganda, dadasiga biror gap bo'ldimikan? Ilohim, unday bo'lmasin. Bilasan-ku, dadasini juda yaxshi ko'rar ekan. O'zi ham ko'ngli bo'sh qiz. O'zini o'nglab olishi qiyin bo'ladi. Dadasi sog'-salomat bo'lsinlar-da. Aytganing kelsin. Aytgancha, tarbiyachida uylarni raqami bo'lsa kerak. So'rab ko'ramiz, yur. Ketdik. Latifa o'ziga kelganida xonasida yotar. Boshida katta opasi yig'lagancha o'tirardi. Oldiniga nima bo'lganini idrok eta olmadi. Ammo opasi yig'layotgani-yu, dadasini mung'aygan chehrasi, ukasining oppoq jasadini eslab, beixtiyor ko'z yoshlarga erki berdi. Opasini quchoqlab baralla yig'lab yubordi. Opajon, endi nima qilamiz? Mehribon ukajonimni qaydan topamiz? Yoshgina ketdi ukam. Dunyolarga sig'may ketgan ukam.
Yergina yutsin qayin traktorni. Uyi kuysin bu iflosni. Ichib olib traktorni minib chiqqan ekan. Ukamni boshini yedi. Ukamni juvoni mark qildi. Yuraklarim yonib ketyapti. Latifa, ayt qanday chidaymiz? Chidolmayman. Ukamni o'lganiga ishonmayman, opa. U uxlab yotibdi. Bizga hazil qilyapti. Doim hazillashardi-ku. Bizni qo'rqitmoqchi. Yuring uyg'otamiz. Bunaqa hazil qilmasin. Shundoq ham qo'rqamiz. Tilab olgan ukamiz-ku, yuring opa.